200 ming o'tib beraman aka. Qancha? 8 danmi? Ha. Endi hayitli qilib, endi Ramazon kunlarining oxirgi kunlarida bir hayitli qilingchi. Yana 100 mingdan o'tib beraman aka. Qancha? 87 mi? O'ting, dangal o'ting. Qanday bo'ladi? 8 million 500 danmi? Hammasini olgandim. Siz obunachilaringizga ketaveradi aka. 8,5 milliondan. 8,5 ming so'mdan hammasi ketaveradi akalar. Qo'yug'i, suyug'i. Donalabga qanaqa bo'ladi endi? Tanlab olishga. Donalabga telefon qilsa, "Mas yo'q" deb screenshot tashlasa, kelishamiz aka. Holatiga qarab kelishaveradi. Kelishaveradi aka, telefon qilsa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlik to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar akalar. Tag'onni bor akalar. Serob joytidan ko'paysin degan zotlardan akalar qidirib yurgan obunachilarimiz uchun bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Akalar biz bo'lmasa keyingi paytlarda olib chiqaveramiz bo'lmasa. Mana qatdan birinchi tug'ish ekan. Hali qo'za mana tavsiya qilaveramiz. Qo'chqor bolasi. Akalar tandir qilib bugun erta tug'ib joytidan akalar. O'zi to'g'ri kelib turibdi aka. Qachon tug'ishni boshlaydi endi? Oldin tug'ishni boshlagan bo'lsa. Oldin tug'ishni boshladi. Mana bularga 1-2 kunda tug'ib o'zi. 1-2 kunda tug'ib Ha, rosa. Obunachilar, sizlarga taqdim etadigan bu ona bola qo'ylarimiz zo'rlari. Assalomu alaykum chorvador YouTube obunachilari, bizni kuzatuvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Xudo xolasa sizlarga mana shunday akalar, ona bolalarni, gigantlar akalar, ko'zga yaqin akalar, xudo xolasa boqib bir maza qiladigan joyda akalar. Xudo xolasa bugungi sanamiz 18-mart 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqda akalar, Asror akamiz va xonadonlar kelib, mana shunday ona bolalarni gigantidan akalar, zo'rlardan chiqarib boramiz akalar. Videoni yaxshilab ko'rib akalar, oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Demakki, sizlar bop akalar, Xudo xolasa zo'rlari chiqarib boramiz akalar. Bularning to'liq ma'lumotlarini Asror akamizdan beramiz. Asrorbek maza yaxshimi? Charchamasdan, ahvoli yaxshimi? Zo'r aka. Bugunga endi qanaqalardan chiqaramiz? Aka, ikki partiya qo'yimiz bor. Hop, kanalingizga. Birinchi partiyaga aka ona bolalari. Ikkinchi partiyaga aka to'q bo'g'izlari bor. To'q bo'g'izlari, zo'rlardan. Vabshim udorlar aka. Akalar, sizlarga bularni bemalol tavsiya qilaman. Hamma joylari sog'lom, yeb-icharlar kambayn bo'lgan variantidan akalar, oyoq qo'l baquvvat, maza qilib boqaman degan obunachilarimiz uchun bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa, bularni ham soni nechta endi? Soni aka Vayda 7 dona. Ha, onasi 7 ta, bolasi 7 ta. 6 ta, 6 tadan aka. Ha, 6 tadan. 6 ta bola. 6 ta inasi bor, 6 ta bolasi bor. Bitta qo'chqori bor ichida. Bolalari. Bittasi qo'chqor. Qaysi qo'chqor? Bir dona qo'chqori bor, qolgan hammasi sog'liq. Mana shu bitta o'zi qo'chqor a? Mana shu qo'ydiki qo'chqor aka mana. Mana shu qo'ydiki qo'chqor, qolganiki sog'liq akalar, lekin hammasi ko'paysa variantdan. Uyingizga olib borib maza qilib bularni ko'paytiradigan variant akalar. Sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi bularni yoshligi qanaqa? Aka, yoshlarni ko'rsatib qo'yamiz. Aha. Mana. Bular 2 kichikdan 4 kichikka chiqaryapti. O'tayotgan varianti. Qolganlarichi? Hammasi yosh aka, qarisi yo'q. Yosha hammasi? Hammasi yosh mana. 2 kish, 4 kishga ham endi chiqaryapti. 2 kishdan 4 kishga o'tyapti. 2 kish, akalar, 4 kish, bitta ikkita 6 kishi bor. Haqiqiy akalar hisorlarda gigant variantda olaman degan obunachilarimiz uchun tavsiya qilaveramiz. Bo'ylari ham salkam 90 aka mana shular. Bo'ylari 90 hammasini? Yo'q, 85 plusga beraveramiz aka. 85 plusga bemalol olishaveradi akalar. Sizlarga tavsiya qilamiz. Oyoq qo'li baquvvat 4 kishi variantidan akalar. Qashqa bolasi. Qashqa bolasi. Endi hammasiniki sog'liq ekan-a? Bittasiniki qo'chqor. Bitta qo'chqori bor aka mana. Mana shu sog'liq shuniki. Mana shu barra qo'zlar ham akalar 4 million ustida bo'layotgan qo'chqorlar, qo'zlardi. Mana. Mana akalar, simjum variantidan o'zi tulaydigan variant akalar. Sizlarga tavsiya qilamiz, uyingizga borib maza qilib boqsangiz akalar, xudo xolasa, buyildan keyin akalar bunaqasidan bemalol 15 ta 16 ta qilib bolalar olib akalar, xudo xolasa baraka toptiradigan joyda akalar. Sizlarga tavsiya qilaveramiz. Endi Asrorbek, bularda yeb-ichish qanaqa? Yeb-ichish aka bir hafta garantiya, yeb-ichishdan nuqson. Sog'lik salomatlik yaxshi hamma. Bo'ktirib qo'yishmasa bo'ldi qo'ydi. Aha, bo'ktirib qo'yishmasa, lekin hamma joytiga sog'lom, xudo xolasa. Oyoq qo'li baquvvat akalar. Tavsiya qilaveramiz ana. O'zi o'ynab yurib akalar, uyingizga mana olib borib qo'ysangiz maza qilib yuradigan variant akalar. Tavsiya qilaveramiz. Endi bular narxini qancha deymiz endi? Aka, siz obunachilaringizga 9 million so'mdan o'tib beramiz. 9 million so'mdan ozmas kami bor-a? Kami bor aka. Bepul qilamiz. 200 mingdan o'tib beraman aka. Qancha? 8,800 danmi? Ha. Endi hayitli qilib, endi Ramazon kunlarining oxirgi kunlarida bir hayitli qilingchi. Yana 100 mingdan o'tib beraman aka. Qancha? 87 mi? O'ting, dangal o'ting. Aka, hammasini bir joyga olishsa, siz obunachilaringizga 8 million 600 ming so'mdan beraman. O'psha, mana bolasi qo'chqor, sog'liq, katta hammasi ketaveradi. Aka, endi bitta ikkita tanlab olaman desa, telefon qilishadi. Plusi ham bor, aka, minusi ham bor. Holatiga qarab kelishaveradi. Holatiga qarab kelishaveramiz aka. Endi
Men endi bitta o'zimda fikrimni aytaman. Agar ma'qul kelsa, shu hammasini olishadi, xudo xolasa optimga. Endi donalibga o'zingiz bitta narx chiqarib berasiz, lekin optimga 8 million 500 ming so'mdan berishsa. Qanday bo'ladi? 8 million 500 danmi? Hammasini olgan. Sizni obunachilaringizga ketaveradi aka. 8,5 million. 8 million 500 ming so'mdan hammasi ketaveradi akalar. Qo'yug'i, suyug'i. Donalibga qanaqa bo'ladi endi? Tanlab olishga. Donalibga telefon qilsa, "Mast yo'q" deb screenshot tashlasa, kelishamiz aka. Holatiga qarab kelishaveradi. Kelishaveradi aka, telefon qilsa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlikka to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol pastdan nomerga aloqa qilib qo'yasizlar akalar. Tagoni bor akalar, serob joytidan ko'paysin degan zotlardan akalar qidirib yurgan obunachilarimiz uchun bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Akalar biz bo'lmasa keyingi paytlarda olib chiqaveramiz bo'lmasa. Akalar tandir qizib turgan joydan naq bo'g'ozdan so'ragan obunachilarimiz uchun bularni ham tavsiya qilaveramiz akalar. Gigantidan velikan sog'liqlar, zo'rlar akalar. Xudo xolasa uyingizga borib, maza qilib ko'paytiradigan variant akalar. Xudo xolasa oldi tug'ishga kelgan variantidan akalar. Bularni ham sizga tavsiya qilaveramiz. Endi soni bulardagi 5 dona. 5 dona aka. Yoshligi qanaqa yoshligi? Aka, qo'zi, ikkitish, to'rtish, bitta oltishi bor aka, mana shu. Mana shu katta sariq 6 tishi, qolgani 2 tish, 4 tishdan. Lekin biz hali qo'zi aka, birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishga mana shu. Ushamay qo'yaverganlik. Bo'g'ozlarni hal qilmay qo'yaylik. Mana aka. Mana qatdan birinchi tug'ish ekan. Hali qo'zi mana. Tashqa qilib qo'yamiz. Bolasi. Bugun tug'ibda 2 kunlik bo'ldi. 2 kunlik bo'ldi. Quloqlarini qarang, kallalarini. Oldi tug'ishga kelgan variantidan akalar. Haqiqiy arasham sog'liq so'ragan obunachilarimiz uchun tavsiya qilaveramiz. To'q bo'g'oz ana, ko'ring. Mana akalar tandir qilib turgan. Bugun erta tug'ib yuboradigan joydan akalar. O'zi to'g'ri kelib turibdi aka. Uylariga borsa tug'ib beradi aka. Xudo xolasa tug'ib beradi. Yillari ham qizarib qolibdi akalar. Yelini ham qizarib yotibdi. Hammasi naq bo'g'oz. Tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa endi naq bo'g'ozdan so'ragan obunachilarimiz uchun akalar maza qilib boqaman degan obunachilarimiz uchun akalar tavsiya qilaveramiz. Oldi 6 tish, qolgani 2 tish, 4 tish qo'zi variantidan akalar. Yosh bemalol bularni uyingizga borib 5 ta, 6 ta, 7 ta qilib akalar bolasini olaveradigan variantidan akalar. Bemalol bu sizlarga akalar 5 yil, 6 yil, 7 yil akalar xudo xolasa xizmatini qilib beradigan sog'liqlar akalar. Endi Asrorbek bularda garantiyasi qanaqa? Ularga ham bir hafta aka. Bir hafta garantiyasi bor. Yeb ichishi, yo'taliga garantiya, oyog'ini sindirib bo'htirib qo'yishmasa bo'ldi. To'g'ri akalar, sizlarga tavsiya qilaveramiz. Maza qilib boqaman degan obunachilarimiz uchun tavsiya qilaveramiz. Endi bularda obunachilar ochiqni aytishga naq bo'g'ozdan so'ragan obunachilarimiz uchun tavsiya qilamiz akalar. Qachon tug'ishni boshlaydi endi? Oldi tug'ishni boshlagan bo'lsa. Oldi tug'ishni boshladi. Mana bularga 1 kunda tug'ib yuboradi o'zi. 1 kunda tug'ib yuboradi. Akalar, maza qilib boqaman degan obunachilarimiz. Lekin bu sog'liqlar uncha qo'chqorlarni damini berib yuborar ekan akalar. Uyingizga borasiz, ko'paytirasiz akalar. Avgust, sentyabr oylarga borib qo'shadigan bo'lsangiz, yana mana 4 kishiga akalar mana. 4 kishiga chiqaryapti. 4 kishi variantida. Yillarni ham lapullagandan akalar. Tirsillayotibdi aka dishlari. Yo'q, bo'g'ozlar bezda qilmay qo'yaylik. Endi bular narxini qancha deymiz endi? Aka, bularga ham bo'ladigan qilib narx aytamiz aka. Chiroyli qilib aytaylik. 8,5 dan ketaveradi aka, bular ham o'tib beramiz telefon qilib. Endi bular narxida. Yana bular narxi. O'zi bular ham xudo xolasa bir haftada yana bola bo'ladi aka, pashta. Bir hafta uzoqda akalar yana bola variantiga kirib qoladi. Endi bularni biz ham bilmaymiz. Allohdan tavakkal akalar, qaysidir bo'g'oz ikkita tug'ib berishi mumkin. Qo'chqor tug'adi, sog'liq tug'adi, ikkita tug'ib berishi mumkin. Endi ichini bilmaymiz akalar. Endi balki o'zingiz uzun qilib ko'rib genini yo boshqa ikkita 3 taligini bilishingiz mumkin, lekin akalar biz naq bo'g'ozdan so'ragan obunachilarimizga mana shularni o'zimiz tavsiya qilaveramiz akalar. Maza qilib uyingizga borib boqaveradigan variantda. Endi donalibga qanaqa bo'ladi? Donalibga aka telefon qilsa kelishamiz aka. Telefon qilsa kelishadigan holati bor aka. Holatiga qarab. Yana bolasi ham ketaveradi 8 million 500 dan akalar. Bo'g'ozni ham so'ragan aka. Optimum olsa o'tib beramiz aka, telefon qilsa. O'tib beriladigan holati bor. Optimum o'tib beriladigan. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi aka. Dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplat. Qolgan joyga xayri bor a? Ha aka. Xayri qilib endi bo'ylab bolasi xayri bor aka. Padishga qilishadigan bo'lsa dastlabkasiga o'tib berasiz, xudo xolasa. O'tib beramiz aka. Yashang aka. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sizlarga bemalol tavsiya qiladigan joy mana shu. Lekin sog'liqlarimiz uncha qo'chqorga ham dam berib, velikan variantidan akalar tavsiya qilaveramiz. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatligi to'g'ri kelsa, bemalol pastdan nomerga aloqa qilib qo'yasizlar akalar. Ishlaring bitiriladigan holati bor akalar. Biz bo'lmasa shu joyda o'tib ham kelamiz, yakunlaymiz akalar.